Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan boshlang'ich sinf aqli zaif o'quvchilarining muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishning ilmiy nazariy asoslari to'g'risida o'rganamiz. Birinchi rejamiz boshlang'ich sinfdagi muloqot ko'nikmalari. Ikkinchi rejamiz aqli zaif o'quvchilarining xususiyatlari. Uchinchi rejamiz ilmiy nazariy asoslar, nazariy tushunchalar. To'rtinchi rejamiz esa muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish metodikalari. Boshlang'ich sinfdagi muloqot ko'nikmalari. Boshlang'ich sinf aqli zaif o'quvchilarining muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishda ilmiy nazariyalar muhim rol o'ynaydi. Bu usullar o'quv jarayonini qo'llab-quvvatlaydi. Muloqot ko'nikmalarining shakllantirilishida pedagogik yondashuvlar va o'quvchilarning individual ehtiyojlari asosiy o'rinni egallaydi. Bu muhitni moslashtirishda muhimdir. Ilmiy asoslar va amaliy metodlarni uyg'unlashtirish orqali aqli zaif boshlang'ich sinf o'quvchilarining muloqot qobiliyatlari sezilarli darajada oshadi. Aqli zaif o'quvchilarning xususiyatlari. Boshlang'ich sinf aqli zaif o'quvchilarining muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish uchun pedagogik va psixologik asoslar muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Aqli zaif o'quvchilarning xususiyatlarini tushunish, individual yondashuv va qo'llaniladigan texnikalar muloqotni samarali rivojlantirishiga yordam beradi. Ilmiy nazariy asoslar asosida metodikalar ishlab chiqilib, o'quvchilarning ijtimoiy va shaxsiy rivojlanishiga ko'maklashadi. Ilmiy nazariy asoslar, nazariy tushunchalar. Boshlang'ich sinf aqli zaif o'quvchilarining muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishda ilmiy nazariy asoslar muhim rol o'ynaydi. Ular tushunchalarni shakllantiradi. Ilmiy nazariyalar amaliyotda muvaffaqiyatli qo'llanilganda o'quvchilarning muloqot qobiliyatlari rivojlanadi. Ularni ijtimoiy muhitda o'z o'rnini aniqlash imkoniyati yaratadi. Nazariy tushunchalar yordamida pedagoglar individual yondashuvni ishlab chiqadilar. O'quvchilarning til va muloqot ko'nikmalari oshiriladi. O'quv jarayoni samarali tashkil etiladi. Muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish metodikalari. Boshlang'ich sinfda aqli zaif o'quvchilarning muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish uchun ilmiy nazariy asoslar juda muhimdir. Ular pedagogik yuritmalar bilan integratsiya qilinadi. Muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish metodikalari individual yondashuv va amaliy mashg'ulotlarni o'z ichiga oladi. Shuningdek, o'yinlar va hikoyalar bilan mustahkamlanadi. Ushbu metodlar yordamida o'quvchilarning til rivojlanishi va ijtimoiy savodxonligi oshadi. Ular muloqot qilishda ishonchli bo'lish uchun muhim poydevor yaratadi. O'qituvchilarning roli va yondashuvlari. Boshlang'ich sinf aqli zaif o'quvchilarining muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish muhim ilmiy nazariy asoslarni talab qiladi. Bu o'qituvchilar faol ishtirokida amalga oshadi. O'qituvchilarning roli inspiratsiya berish va motivatsiya qilishda muhim. Yondashuvlar esa individual ehtiyojlarga mos o'yin va amaliy metodlarni keng qo'llashdan iborat. Ushbu yondashuvlar bilan o'quvchilarning muloqot qobiliyatlari oshadi, ijtimoiy muhitga moslashadi va mustaqil fikrlash hamda bahslashish ko'nikmalari rivojlanadi. Rivojlantirish uchun samarali usullar. Ma'lumki, samarali usullar orqali o'quvchilarning nutq va tahlil qobiliyatlari oshiriladi. Tashkiliy va o'quv faoliyatlarida muloqot muhim rol o'ynaydi. Boshlang'ich sinfda aqli zaif o'quvchilarning muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish ilmiy nazariy asoslariga e'tibor qaratiladi. Bu jarayon o'quvchilarning ijtimoiylashuviga yordam beradi. Innovatsion pedagogik texnologiyalar yordamida, shuningdek, individual yondashuv bilan o'quvchilarning muloqot va fikr bildirish qobiliyatlari mustahkamlanadi, rivojlanadi va yangilanadi. Amaliy mashg'ulotlar va yuzaga keladigan muammolar. Boshlang'ich sinf aqli zaif o'quvchilarning muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish uchun ilmiy nazariy asoslar muhim ahamiyatga ega. Ularning o'sishiga yordam beradi. Ikkinchi o'rinda esa amaliy mashg'ulotlar orqali o'quvchilarning nutq va muloqot qobiliyatlari mustahkamlanadi. Muammolarni aniqlash va yechishda amaliy tadbirlar muhim rol o'ynaydi. Uchinchi o'rinda esa muammolarga qarshi samarali strategiyalar va fantastik yondashuvlar ishlab chiqarilishi ta'lim sifatini oshiradi va bolalar uchun muhim o'sish imkoniyatlarini ta'minlaydi.
Natijalarni baholash va davomiy rivojlantirish. Natijalarni baholash jarayonida individual yondashuv, to'g'ri fikr yuritish muhim. Bu rivojlanishni kuzatish va takomillashtirish imkoniyatlarini oshiradi. Davomiy rivojlantirish uchun zamonaviy o'quv metodlarini joriy etish va optimallashtirish lozim. Bu o'quvchilarning nutq qobiliyatlarini kengaytiradi va mustahkamlaydi. Boshlang'ich sinf aqli zaif o'quvchilarining muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishda ilmiy-nazariy asoslar muhimdir. Bu metodika o'quvchilarning nutq faoliyatini yaxshilashga yordam beradi. E'tiboringiz uchun rahmat.